Nurg'un xonim qizlar kirim vaqtimizda meydon taqsak, jajimo taqsak, andan keyin kirimiz payzi chiqadi, bo'lmasa kirimiz echilmaydi deb o'ylaydi ekanmiz. Amaliyotda qizlar meydon taqmaymi, jajimo taqmaymi, kirimizni shunchalik yaxshi qilib ketgan bo'ldi. Bugun sizlarga meydon taqash majasiz, jajimo chaplash majasiz bo'lgan tez suratda eshikdan chiqishingizga aplik bo'lgan ma'lum kirimni tafsiliy qilib keldim. Shunchalik oson qizlar, shu yengil kirim qilishni o'rgangan qizlarmi, kirpik chaplashni, meydon taqashni o'qimaydigan qizlarmi, yaxshi holatda o'rganib ketalaysizlar. Emas qizlar, texnologiya menda bo'lsin, kirimiz boshlab ketaylik. Kirimdan burun eng avval yuzimizga shu findiya berishdan burun berish narsalarni berib olamiz qizlar. Men odatda shu xundichoning boshqa ko'ngil bilan anadagi yazilning jinhua shansini odatda yuzimga berib olman. Qancha oldirib ishdan chiqsak, bu kirimimizning tijorimizning texnik yaxshi foto bo'lish uchun cho'qim shu bu şey qilgan narsalarni berib olamiz. Eng avval shu xundichoda yuzimizga bir shiqitim chechib olamiz. Odatda yuz teri qurg'oq qizlar chashqa vaqtlarda miqdorini ko'proq holatda chechib olsanglar bo'ldi. Anki o'zinglarning tog'isini chetga jo'yi bo'lamdi va yoki o'zinglar ishlatayotgan mushtariy shon degan narsalar bo'lamdi. Ashni o'zinglarning kafin bo'lgan yerlarga berib olamiz. Anadaki o'zinglar ishlatayotgan findiyalarni yuzinglarga taksiyalab berib olsanglar bo'ldi. Men ishlatgan findiyarim qazmush yazilgan transfer findiyasi qizlar. Mana bu findiyani men ishlatib kulib ketgandim, shu qutisidan yechiblam yuzimizni taksiyalabda so'kib olaylik. Bundaq so'ksang chiqmaydi, mana shu yazroq to'kib olaylik ya. Akan qulanlarda va yoki cho'tkada yuzinglarga takshi yetib olsizlar. Yetib vaqtdan burnolarni cho'rsak degan vaqtlarda mushundaq jiblaq holatda berib olsanglar bo'ldi. Meyonlarni texim yaxshi holatda o'zimizning tartishlarning ichiga kirgizib olamiz. Yoki o'zinglarning qo'ldagi quruq fon bo'lamdi va yoki nam fon bo'lamdi, meyonlarni urib sindirib olsanglar bo'ldi. Yerimizni berib bo'lgandan keyin qizlar mush aldirab ishdan chiqqan vaqtlarda cho'qib mana o'sha 7 sayxon berish. Odatlanlar ma'qulimga 7 sayxon qilib qolsa 4 xil rangli chiqadi. Eng avval mushu rangni ikki anglimizga anadagi burnimizning uchiga ikki qopig'imiz peshonimizning ikki tarafi o'nkimiz berib olamiz. Akan burnlarning ikki tarafi berib olsanglar bo'ldi. Anadagi qulanlarda cho'tka yoki bulut bo'lib qolib qolsa, mushu bergan 7 sayxonni cho'tkada va yoki bulutda yetib qilib olamiz. Men 7 sayxonni bulut yetinglar va yoki cho'tkada yetinglar yetgan vaqtlarda ichi tarafga yetmay, usti tarafga yetamiz. Keyin qopig'imizning ustiga berib olamiz. 7 sayxon ishlatgan vaqtlarda aldirab ishdan chiqqan vaqtimiz 7 sayxon ishlasak shunchalik aplik bo'ldi qizlar. Birdan yengildan berishmi yo'q. Agar o'zinglarning qo'liga shu tiliya bo'lib qolib qolsa, tiliyarimizda o'zimizning Lego Fallen degan yerlarni tiliyan qilib olamiz. Shunga o'xshash kichik umoq chiqqan fon po'lat basanglar shunda yaxshi holatda kontrol qilgan holatda berib yetib ketalaysizlar bergan tiliyanlarimizni. ishlatgan findiyalar shanyabay qizlar bo'lib qolsanglar, yuzinglarga berilgan materialni bamsanglar bo'ldi. Mana o'sha trensi ishlatgan qizlar bo'lib qolsanglar, berib olsanglar bo'ldi. O'zinglarning yuzni texmul iliqay to'ngto'q holatda ko'rsatib beradi. O'zinglarning qo'liga shu tinjon pamon berib olamiz qizlar. Akan qulanlardagi finbingda yuzimizga tinjon qilib olamiz qizlar. Finbingni elib, olgan paytda yuzinglarga bermay cho'qim qulanlarni bir qaytim yo'lan qilayotgandan keyin andan keyin o'zinglarning yuziga beringlar. Tijonimizni shunda qalab bitirib olgandan keyin qulanlardagi qish cho'tkisida qishinlarning ustini bir qitim shozda cho'tkalayotgandan keyin anadagi rameyga va yoki o'zinglarning qishning kamyalarini sizib olsanglar bo'ldi. Anadagi qash qalamda boshqa qishinlarning narkan bo'lsa shu yerni sizib olamiz. O'zinglarning qishning usulini bir qilib sizib olgandan keyin mana o'sha rameyga berishni yoqtirgan qizlar rameyga berib olsanglar bo'ldi. Kim sifatini berib olgan 7 sayxonning rengi bilan farqlanib ketmaydigan sayxon bo'lib qolib qolsa, shunga o'xshash sayxon va yoki yangi palada qopimizga azroq berib akan qopimizning osti. Akan burnimizning ikki tarafini jashin qilib olsak bo'ldi. Anadagi o'xshashlam sayxon shu azranglarni elib, o'zimizning berib olgan sayxonsini jashin qilib olamiz. Sho'rumdan ichidagi oq rangda qizlar o'zimizning burnining
chiqdi, mush qishimizning o'tirsi degandek yerlarni telegram qilib olamiz. Akin ko'zlarni oldin telegram qilish unutqamanglar. Akin qishimizning osti tarafini telegram qilib olsak, texmo pakizalar chiqdi kirimiz. Anadagi sho'rinpani ichidagi mavranda o'tlarimiz siz olamiz. O'tsan sizga vaqtlarda qaranglar. Mana o'xshash kichik bir iliqi jovonga o'xshash bir siziq chiqdi. Qo'riq o'xshash. Ost siziqni bo'ylab ko'zlarni azroq kichik shumsanglar. O'tirib usti tarafga yig'ilgan vaqtda anadagi osti tarafdan bir siziq qilib ikki tarafga yetib olsanglar bo'ldi. Anadakin shu oq rangda yana WhatsApp'imizni telegram qilib olamiz. Shu o'zinglarning kirib yedigan narsa kirpigimizni yıldızdan raus holatda ust tarafga egildirib egib olamiz. O'zinglarning qo'ldagi laxta kirpigimizni cho'tqilib olamiz qizlar. Agar o'zimizning qo'ldagi qizlar qora ranglik va yoki to'ng'is rangli yanshambi bo'lib qolsa, yanshambirimizda o'zimizning ko'zning old tarafini o'zimizning jajimoni o'ttirlarni to'ldirib olsak, ko'zimizni texmi bir xil xumallik ko'rsatib beradi. Agar yanshamsiz vaqtlarda o'zinglarning shu ko'zning quyrug'idan uzun tatmay, shunday qisqa holatda tatib chiqarib olsanglar ham bo'ldi. Anadagi masalan yanjovsiz yoqtiradigan qizlar shunday holatda uch tarafdan ham siz olsanglar bo'ldi. Mana shunday holat qaraydigan bo'lsanglar, o'zinglarning yanjovsiz shunchalik tabiiy ham shunchalik chiroyli holatda bitirib yetalaysizlar. Biz bayatda ishlatgan yetisay xona rangida qizlar mavranda o'zimizning ko'xo'rini berib olsak bo'ldi. Qaranglar, o'zinglarning jingi jo'ngmensi bir xil rangda tursa shunchalik chiroyli holat chiqadi. Anadagi eng oxirida mush oldirab ishdan chiqqan vaqtlarda cho'qim o'zinglarning menjon telegram qilishni unutib qolmanglar qizlar. Mush sho'rinpa ichidagi oq rangda telegram qilib olmaysiz. o'zinglarning qo'li mana o'xshash kichik sinjovsha bo'lib qolib qolsa, mushunda o'zimizning ko'zning ostini mushunda tushirib, nishani telegram qilib olib anadagi past tarafga qaratib telegram qilib olsak bo'ldi. Agar qizlar sho'rinpaning ichidagi mavut shu paqiriq rangda o'zinglarning burnining ustiga, burnining uch tarafga, ust taraflarga berib olamiz. Anadagi ko'zimizning oldig'imi va kangri holatni qilmay, kichik holatda ham berib olsanglar bo'ladi. Famisini yo'g'on berib etmay, kichik normal qilib berib olamiz. Agar o'zinglarning qo'lda peshimizning ostiga anglik iliqma ishki angligi paqirab turadigan qizlar o'zinglarning ishki angligiga berib olsanglar bo'ladi. Anadagi eng oxirida qizlar menga o'xshash masalan girimqa vaqtlarda tenjir qilishni yoqtirgan, menga o'xshash girimqa vaqtda tenjir qilishni yoqtiradigan qizlar o'zinglar yoqtirgan yerga tenjir qilib olsanglar, bugungi tez suratda ishdan chiqadigan girim shunchalik chiroyli holatda bitadi qizlar. Amsi biz o'zimizning fashion risini o'shib olgandek keyin cho'piyasini ko'rib boqamdik.